Ismim Temirova Muxtoroyim Usmon qizi. Tarbiyachilikdan faoliyatimni boshlab, Allohga shukr shu darajagacha yetib keldim. O'z kasbimni va bolalarni sevaman. Bu yangi bog'chamiz 2025-yil avgust oyida foydalanishga topshirildi. Asosan bog'chada bilamizki, ayollar va xotin-qizlar ish olib boradi. Har bir ayol o'z farzandidan ajralgan holda mustaqil shaxs bo'lib, qanaqadir imkoniyatlari bor bo'lsa, uni yuzaga chiqara oladi. Shu orqali bu bilan bola ayolga xalaqit beradi demoqchi emasman. Aksincha, bolasidan birga ilhomlanib, bolasini tinch o'tirganini, bolasi sog'-salomat, ishonchli qo'llarda ekanligini bilgan holda o'z faoliyatini erkinroq va dadilroq olib borishga imkoniyat yaratiladi. Ya'ni bolalarni ishonchli joylarga berib, ya'ni bog'cha muassasalarida ishonchli qo'llarga ekanlikka amin bo'lib, belgilangan soatga keltirib, belgilangan soatda olib ketadi, biladi. Bolasi kun davomida maqsadsiz o'tirgani yo'q shu yerda. Foydali mashg'ulot bilan shug'ullanadi, qorni to'q, usti toza, mehribon tarbiyachilar qo'lida. Va bu bilan birgalikda har bir ayol xotirjam holatda o'z ishini davom ettira oladi deb o'ylayman. Siz fikringiz bo'yicha bog'chalar ayollarning iqtisodiyotdagi ishtirokini oshirishda qanday rol o'ynaydi? Shaxsan o'zimni ham yosh bolam bor. Uyda dekretda o'tirgandim. Mana Allohga shukr, bolam yoshiga to'lib o'zini bog'chasiga boryapti va men xotirjam holatda ishga chiqdim. Bu bilan birga avvalambor iqtisodiy tarafdan moliyaviy ahvolimni ham yaxshilab oldim. Bu faqatgina men misolimda, lekin bu kabi mana shu yerda dastlab bog'cha bo'lmagandi bundan oldin va mana shu yerda bog'cha ochilgani bilan shu yerni 90% xalqi ish bilan ta'minlandi. Ayollar, asosan xotin-qizlar va ayollar. Va qolaversa yoshi yetgan bolalarni shu yerga bog'chaga berish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bu ham o'zlarining iqtisodiy tarafdan, ham bolalarga g'amxo'rlik qilishda o'zlarining oldlarida, misol uchun o'zlarining ko'z o'nglarida bo'lgan bog'chalarning masofalarni yaqin qilgan holda shu yerga topshirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Va bu albatta moliyaviy tarafdan o'zlarini ko'tarib olishga anchagina imkoniyat bo'ldi deb o'ylayman. Bilasiz, bolalar bilan ishlash juda qiyin. Ularga imkon boricha qulay sharoitlar yaratib berib, ularni tilini topishda ham psixologik, ham nima deydi, qobiliyatli bo'lishlari uchun bu albatta tarbiyachining roli juda katta. Yosh avlod qanchalik bilimli va saviyali bo'lsa, biz ertaga kelajakka ularga bemalol ishonib bir kasbni topshira olamiz deb o'ylayman. Bu uchun qo'limizdan kelgan bor harakatni qilamiz. Mening ismim Anora. Mening ismim Nazarbek. Mening ismim Muhammadjon. Aytinglar-chi, sizlarni oilalarda kim ishlaydi? Ayanglar yoki dadanglar? Mening nanam ishlaydi. Mening nanam faqat she'ra ishlaydi. Dadam Rossiyadan ishlab keldilar. Ayizlar uyda qanaqa ishlar qiladilar? Mollar qaraydi. Bozorda ishlaydi. Bozorda ishlaydilarmi? Siznikichi? Mening nanam aql qiladi, mollar qaraydi, ukamizga qaraydi. Bog'chada ham ishlaydi, anshira. Mening nanam doktorlar ukol qiladi amaga. Uyga kelib nima ishlar qiladi? Molga qaraydi, aql pishiradi, keyin unaqa ukamlarni ko'rishga borib kelamiz. Uyda kim eng ko'p ish qiladi? Mana ayol. Mana dadam. Mana